Hurmatli kuzatuvchilar, men bu videoda bir klinik holat bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Kuni kecha bizga bir onaxon tashrif buyurishdi, yoshlari 70 ta, bel va oyoq sohadagi og'riqlar bilan. Onaxonni MRT ga buyurdik va MRT natijasi bel sohasida oddiy til bilan aytganda umurtqaning sinib siljishi degan natija berdi. Onaxondan so'rab surishtirilganda bundan 40 yil avval yiqilganini aytib o'tmoqda. Va o'sha paytda endi zamon sharoitidan, uydagi holatdan kelib chiqib, hech qanday tekshiruv amalga oshirilmagan. Va hozirgi holatda ko'rilyaptiki, suyak siljishining 3-darajasi, ya'ni bu operatsiya qilinadigan holat. Lekin onaxonni operatsiya qilish mumkin emas, ya'ni yoshlari 70 ta, qo'shimcha kasalliklari bor. Endi faqatgina medikamentos davo bilan cheklanamiz. Men bu video bilan aytmoqchimanki, hozirgi holatda zamon ancha rivojlangan, tibbiy tekshiruv uslublari bor. Agar sizda, yaqiningizda, oila a'zolaringizda qandaydir noxush holat, yiqilish, shunday travmalar sodir bo'lsa, albatta erinmasdan hech yo'q rentgen, MRT, MZKT tekshiruvlarini amalga oshirib qo'ying.